Hammaga assalomu alaykum. Hadislar yaxshimisizlar? Salom. Bugun bitta voqea bo'ldi mashinada yurganimda. Qarasangiz yo'lda mashinalar kam, chunki hamma mashinalar zapravkaga ochiratda turibdi. Главный darogada ketyapman. O'zbekcha gapiraylik, krasovka, krasotka. Главный yo'lda. O, shuni ham yarim ruscha. И второстепенный дорогаdan. Тринастропенияda shunaqa. Короче, 3-yo'lga o'tamiz shunaqa, to'g'rimi? Короче, men mana ketyapman to'g'riga, второстепенный дорогаdan. Shuni ruscha gapirib, ko'rsatib tushuntirgandan ko'ra o'zbekcha gapirsak tezroq tushunadi odamlar. Bitta erkak. Kruzakda erkak взрослый chiqyapti. Значит, metandan ochiratdan chiqibdi-da, nonsini gazini olib. И короче, второстепенный yo'ldan главныйga chiqishda qarash kerak, o'ng chapga, to'g'rimi? Chap o'ngga demoqchiman. Chapga, keyin o'ngga qarab yurish kerak. Onasini ham sen ko'zi chapga o'ngga chiqib ketadi hozir. Chapga burasmi, o'ngga burasmi, to'g'rimi? O'shanda mashinadan kallangizni chiqarib aytganingizda mashinadan tushib qochib ketadi ana erkak jahlingizni ko'rib. A u odamga pox edi, pox, просто вот ketdi gazini bosib. Ha, o'zingiz o'ylang, necha kundan beri metanda turibdi, uyiga shoshyapti, Qaramadi ham. Qaramaydi ham-da. Sizdan chiroylingiz bo'lsa ham qaramasmi uyda xotin kutayotgan payt. Что men kelyapman. Siz kelayotgan bo'lsangiz, lekin bir qarab qo'yaman. Mayli, 2 marta qarab qo'yaman. U tomonda ham mashin kelyapti. U mashinaga qaramayman, lekin sizga qarayotgan bo'laman. Men shunday borib, sal holda urilishimga amakiga pofik gazini bosib kruzakda ketyapti, bor-ku. Mana shunday o'tib ketdi yonimdan. Men to'xtatib qoldim. Kimdan qarasam menga. Yana bitta ko'rsating-da. Kimdan qarasam menga. Bo'ldi, boshqa ko'rsatmang, kechasi yeb chiqaman. Kayfda bo'lgan bilman. Nima demoqchiman hozir? Просто rostdan второстепенный дорогаdan chiqishda qarash kerakmi? Ko'z kerakmi? Ko'z. Endi u yo'ldan chiqquncha второстепенный дорогаdan тринадцатостепенный дорогага chiqishda miyasida o'ylagungacha necha soat o'tib ketadi? Nima uchun berilgan ko'z, a? Ko'z kosmos savdodagi akkauntlarni ko'rish uchun berilgan, tanlash uchun berilgan. Endi yana bir narsada bir nimalarga berilgan, endi qo'ysangizchi.